Hammaga salom bolalar, nima gap, yaxshimisizlar? Bolalar, biz bugun 6000 ta bo'lganimiz sharafi bilan o'zimizni personajimizni bugun kiyintiramiz bolalar. Mana 1 oy deganda mashhur skin bilan yuribman, ba'zi Roblox'ning kiyimlari bilan yuribman. Shu desalaring, kecha menga bitta do'stim maslahat berdi. "Davay endi Eris Gaming, bugun kiyintirish vaqti keldi seni personajing" degani uchun mana hozir Keyboard Escape'ga kirib, biz o'yinda qanaqa ko'rinishini ko'ramiz bolalar. Unda bo'lmasam bolalar, videoni boshlashdan oldin sizlardan bitta like va podpiskani kutib qolaman. Bo'lmasam qani ketdik bolalar. Kiyintirishni boshlaymiz bo'lmasam. Nima deysizlar? Bu menga qanaqa personaj yarashadi? Men bilasizlar, Eris Gaming yashil rang bilan assotsiatsiya qiladi. Qanaqa rangli kiyim olsam yaxshi? Ko'kmi, qizilmi? Qizil kiyimda o'sha personajlar bor. Ko'kda ham bor. Yashil yo'q. Men yashil skin topishim kerak hozir bolalar. Bo'lmasam men bitta targov plashatiga kirib, hozir poyez qilib ko'raman. Sizlarga viborga qo'yaman, qaysi biri yoqsa o'shani kiyamiz bolalar. Davay bo'lmasam boshladik. Itak bolalar, mana biz marketplace'damiz. Qani ko'ramiz, qaysi biri chiroyli ekan, qanaqa yashil formalar bor ekan bizga yarashadigan, tak qizil formalar bor ekan. Bolalar, sizlarga qaysi biri yoqyapti battan? Mana uni olaylikmi? Cartoon Galaxy deganni olaylikmi? Bitta Minecraft ham bor ekan, yashil. 77 Robux ekan bunisi. Juda yoqmadi menga. Qanaqa qaysi birini olsam ekan, qaysi birini olsam ekan? Tak. Voy, 229 Robux ekan. Mana shu yoqdi menga, lekin mana shuni olaylikmi bolalar, nima deysizlar? Nima bo'ldi? Mana shuni olib ko'raylikmi bolalar? Nima deysizlar? Agar shuni oling desalaring bolalar, kommentariyaga kirib shu skinni oling aka deb yozib qo'yasizlar. Tak bolalar, men sizlarga aytmasdan bitta ish qilib qo'ydim. Sizlarga sekret bo'lishini xohladim, chunki hozir 1 2 3 ko'rsataman men sizlarga. 1 2 3 ketdi. Tak bolalar, mana biz skinimizni oldik. Qalay, nima deb o'ylaysizlar bolalar? Yoqdimi sizlarga? Eris Gamingga mos tushdimi? Kanalda egasiga endi o'xshagan deb o'ylayapti bolalar. Bunaqa bo'lsa qani ko'ramiz bolalar. Agar yoqqan bo'lsa sizlarga kommentga kirib aka yoqdi deylar, agar yoqmagan bo'lsa yoqmadi deylar. Keyin xohlasak o'zgartiramiz, xohlamasak o'zgartirmaymiz. Bunaqada yangi skinlar bilan bolalar bitta World 1ni o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Qani ketdik bo'lmasam bolalar. Go! Takbatdan to'g'riga qarab sakraymiz. Ehtiyot bo'lamiz, valdan o'tkazib yuboramiz. Tak orqasiga sekin tushib olamiz. Shoshilmaslik kerak bo'ladi. Buni ham ochilishini kutamiz. Tak ketdik. Buni tushishini kutamiz. Skin вообще chiroyli. O'zim maza qilyapman bolalar. Tak ketdik tepaga. Tak tushdik. Golden key. 550 million berib yubordi. Zo'r bolalar. Menga cho'ta yoqyapti bolalar. Skinni qaranglar, ko'zlar yaltirab turib ekan buni yashil rang bilan. Tak. Bunaqa bo'lsa, bu 3-stage, 9-stagega o'tgani ketdik bo'lmasa. Sakraymiz. Tak, o'tga to'xtaymiz. Tak, sakraymiz. Tak, qoch. To'xtanglar. Black keyboard topdim. Black key. Tak. Adashmasam o'sha. Oldik 5,5 milliard berib yubordi bolalar, 5,5 milliard. Bunaqasini kutmadim lekin. Tak, bo'lmasam biz уже 11-stageda oldida turibmiz. 11-stage endi oson o'tgani. Live hacklar bilamiz biz. Tak. To'g'ri turamiz. Sirazi sakraymiz. Olamiz buni. Tak, kelamiz. O'ngga, chapga. Tak. Yana bitta. Yo'q, tanga ekan bu. Tak, yuramiz. Chapga, to'g'riga. Mana bitta narsani ishlatamiz endi. O'xshaydigan narsani ishlatamiz bolalar. Tak, keldik, mana kelib oldik, salomon. Tak. Infinity-ni ishlatamiz. 1 2 3. 1 2 3 4 5 gacha sanab turib to'g'riga uchamiz. Ana bolalar, ko'rdilaringmi? 5 gacha sanash kerak xolos bitta. Tak, уже biz nechinchi 12-stagedan o'tib ketib qoldik. Qaqa ketyapmiz, men lekin ko'rmayapman hech nimani men. Ochil. Yaxshi, yugur. Orqamizdan qo'lyapti u. Tak, yugur. Tak, bitta sakraymiz, aytga tushib olamiz. Tak, chetga o'tib olamiz. Tak, ketyapti. To'g'ri, hammasi zo'r qilyapmiz bolalar. Teksturaga kirib ketib qoldim. Qaranglar, nima bo'lyapti bitta ishlamay qoldi. Tak, o'tamiz buni. Buni ham o'tamiz, buni ham dodge qilamiz. Tak, o'tdik, bundan ham o'tdik. Bitta kutib olamiz shuni ochilib yopilishini. Bolalar, ko'rdilaringmi, teksturalar buzilib ketdi. Biz o'yinni buzyapmiz. Tak, chapga, o'ngga, chapga. Yana chapga, o'ngga. Tak, mana oxiriga keldik. Ana uni do'ldiratamiz. Bo'ldi, bor yo'q. Tak, mana bolalar birinchi stage deyman. Birinchi bo'ldi, o'tdik, mana tugatdik bolalar.
Endi kuboklar olib qo'yamiz. Endi kakabishni oldik kubokda. Bizga kubokimizni bermadi. Bu keyboard escape jini bo'lib qolibdi. Bolalar o'zi ishlamayapti, ko'ryapsizlar. Bolalar unaqa bo'lsa, men sizlar bilan xayrlashishga to'g'ri keladi. Endi video yoqqan bo'lsa, bitta like va podpiska esdan chiqmasin. Har doimgidek bolalar kommentariyaga kirib niklaringni yozinglar. Agar druziyaga qo'shilmoqchi bo'lgan bolalarni hammani qo'shishga harakat qilaman, bolalar. Bo'lmasam keyingi videolarda ko'rishguncha bolalar, keyingi videoda biz adashmasam UX Treadmill o'ynaymiz. Aloqada bo'lib turinglar, yo'qolib ketmanglar bolalar. Kommentariyalarda kutib qolaman hammani. Xayr.